Xo'sh, boshdan kelishib olaylik, kelinjonlar. Menga sizlarning oyligingiz kerak emas. Ikkalangiz ham ishlar ekansizlar. Meni o'zimni pensiyam xudoga shukr yetib ortadi. Tim bo'li yaqinda oylik bilan pensiya osharmish. Lekin bilib jarimaga tushmasdan xizmatinglarni qilaverasizlar. Ha, kelin. Telefonda gaplashish avgustdan boshlab oshdi. 1.236 ming so'm. Ha? Hozircha 1.125 ming so'm. Jarimani to'lab qo'ying. Kelin. Qizildan o'tish 1.260 ming. Hozir to'lab qo'ysangiz 1.10 ming to'laysiz. Tushdi. Oyjon, kelin qilganingizda rost oyligimizni olmayman deb maqtanuvdingiz. Hal o'zingiz hidlab ulgurmasdan jarimaga bosib tashladingiz-ku. Qonunga bo'ysunmaslik 1 yildan 3 yilgacha. Undan keyin qarama-qarshi harakatlanib gap qaytarish 4.120 ming so'm. Bilasanmi sevgilim, men seni shu gullar kabi sevdim. Bugun chang bo'layotibdi-ku. Sana meni qalbimga shu changlar kabi kirib kelding. Mana shu kishiga o'xshaysiz. Ular ko'k, men qoraman. Siz ham qolishingsiz. Oyim. Voy, eshitvollaring. Men uyimda mas bu yurishlik 10.300 ming shtrafi bor. Ko'zlaringga qaralaring. Ichmaganmiz, oyi. Ogohlantirib qo'yapman. Ruxsatsiz tonirovka pravalarni, voy, erlaringdan ajratadi. Jonga tegdi. Oyjon, oyligimiz atigi 10% yoshdi, 100% emas. Qachon ketasiz, biz ham dam olaydik. Buni iloji yo'q. Nega? Chunki men uyga radar o'rnatyapman-ku.